Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Bizdan Nexus 2 mashina so'rab yuribsizlar. Nexus 2 mashinamiz keldi. Xudo xolasa, hozir ko'rsatib o'taman shu mashinamni. Mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yumshoq polonlari bor. Yangisidan qo'yilgan, yana tashqi ko'rinishi. Salonlar ham yaxshi, holatlari toza chexollar. Tayyor holatda mashinamiz. Mat yo'q tutdi. Mashinamiz Polo 300. Yurgan kilometr 142 ming yurgan. Motorlar ham zver mashinamizni umuman rasxod yo'q mashinada. Hadolar ham cho'tki. Haydashga tayyor bo'lib turibdi. Mashinamiz narxini 45 million deb qo'yamiz. Xudo xolasa ustunda kam bor, savdolashib olaverasizlar. Mashinamizda bir so'm rasxod yo'q. Faqat haydashga tayyor bo'lib turibdi. Kelaverasizlar, kerak gapda savdo, xudo xolasa kelishib beramiz shu mashinamiz sizlarga.